bitta arzon variant chiqib qoldi. Srochniy sotilayotgan ekan. O'shaning uchun ham kech bo'lishiga qaramasdan yetib keldi. Mana bu yog'imizda kiraverish eshigimiz bo'lyapti. Mana bu koridor, oshxona, naryoqda spalni, naryoqda saunzilli, bu yoqda zalimiz bo'lyapti. Zaldan boshlaymiz. Zalga kirib kelish, ko'ryapsizlar, remont tozagina, ba'zi bir jihozlar qolyapti. Ya'ni parda, mana konditsioner, asosiy vstroyniy narsalar, keyin gilamlarni ham gaplashib qoldirsanglar bo'lar ekan. Mana lustra ham qo'yapti, ketadigan narsa endi televizor, vstroyniy mebellar, o'shalar ketyapti endi. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imiz mana oshxonamiz bo'lyapti. Bu OBD planirovka hisoblanadi. Eng zo'r proyektlardan bittasi. Bularning преимуществоsi mana shu oshxonasi bo'lyapti. Ko'rasizlar. Keyin katta to'rtburchak oshxona bo'ladi. Bu yoqda qaranglar, mana avvalni kichkina balkonchiki bor. Bu narsani solib qo'ysanglar bo'ladi. Endi dalish ketaveramiz. Bu yoqqa o'tganimizda qaranglar, mana bitta kladovkaga o'xshagan joyi bor. Bu уборный qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin bu yoqqa o'tganimizda saunzillarimiz bo'lyapti. Saunzillarimiz mana razdelniy ko'ryapsizlar, top-toza ozodangina. Bu yoqqa o'tganimizda esa mana spalniy xonasi bo'ladi. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 60 kvadrat metr tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsa 48900 so'ralyapti. 9 etajli dommi 3-etajda joylashgan. Hozir do'stlik 2 bo'lyapti. Kanechga hamma transportlar bor, maktab, bog'chalar hammasi yonida.